Orifnoma. Xo'ja Orif Revgari. Tarjimon Erkin Qudratulloh. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taologa cheksiz hamd va sano bo'lsin. U tug'magan va tug'ilmagan. Unga hech kim teng emas. Uning ismi aziz, zikri buyuk. U zotning Muhammad va Ahmad atalmish rasuliga beadad durudlar bo'lsin. Payg'ambarlarga, ahli baytga hamda hurmatga loyiq sahobalarga qiyomatga qadar mukammal salovat va komil salomlar bo'lsin. Ey Alloh roziligini istab haq yo'lda yurgan tolib. Dunyoni tark etmoq degani Allohdan boshqa barcha naqsh, nomni qalbdan batamom o'chirmoq, yo'qotmoq demakdir. Bu ish oliy darajaga yetmog'ingga hujjat bo'ladi. Hidoyat yo'lida maqsadga erishmoq ixlosli bandalar uchun faqat shu tarzda amalga oshadi. Bir maqom darajadan ikkinchi maqomga ko'tarilmoq og'ir riyozatlar orqali hosil bo'ladi. Zero xoyu havas va nafsi ammora yuqoriga ko'tarilmoqqa to'siqdir. Ushbu qusurlar barcha mo'min musulmonlarni dilini buzilmog'iga sabab hisoblanadi. Alloh bizni bundan asrasin. Men faqiru haqir, umrini behuda sarf etgan purgunoh, purxato Muhammad Orif Revgari yozib ma'lum qilamanki, odamni saodatga yaqinlashtiruvchi xislat shuki, har kim o'zini farishtalarga monand etsin, ya'ni nafsini o'ziga bo'ysundirsin. Afif, ya'ni pokiza bo'lsin. Hamma vaqt zokir, Alloh taoloni zikr etuvchi, mudom bandalik ahdu paymoniga jiddu jahd aylab sa'y-harakat qilsin. Ya'ni haq taolodan o'zga zotni o'ziga mahbub etmasin. Allohdan o'zga kishidan umidvor bo'lmasin. Hamisha abror va axyor, nek va fozil odamlarga mulozimlik, xizmat qilsin. Zero hushyor bo'lsinki, vaqt shamshir kabi keskir. Ko'z ochib yunguncha daqiqani ham g'aflat va behuda o'tkazmasin. Alloh taolodan boshqa zotni xayoli bilan xursand bo'lmasin. Ey Orif, yuqoridagi saboqlarni o'zlashtirding. Sening endigi vazifang ta'zimga sazovor Qur'oni Karimdan, Rasuli Akramning hadislaridan va Allohga yaqin kishilarning bandu nasihatlari, hikmatlaridan bahra olib, boshqalarni ham bahramand etgin. Ularni to'g'ri yo'lga boshlagin, zero ular ham sening haqiqiy birodarlaringdir. Ey Orif, sen hamma hol va af'ol, fe'l atvorda, hamma ahvolda, so'z va gap parishon bo'lmay, doimo Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning sunnat va shariatlariga amal qil. Zinhor unga shak keltirma, aks holda noumid etilasan va Allohning dargohidan quvilgan shaytonga ergashuvchilar qatoriga kirib rasvoyi jahon bo'lasan. Alloh bizni bundan asrasin. Ey Orif, o'lim kelishidan oldin o'lishga tayyorgarlik ko'r. Bu haq taoloning xos bandalari sifatidir. Hech qachon dunyo oroyishiga aldanib, uning jilvagar ziynatlariga uchma. Nafsoniy istak talablarini unut. Jismi joningga ilashishi mumkin bo'lgan razil illatlaru buzuq xayol va fosiq fikrlardan o'zingni mosuvo et. Barchaga molu joning bilan bab barobar xizmat qil. Hech kimga xizmat buyurma. Toat ibodatning barcha arkonlariga sidqi dildan rioya et. Yangi imorat va yangi to'n, libos, xoyu havasidan hazar qil. Nafrat ayla.
zohir va botiningni xiralik va loyqaliklardan pok et. O'zingni Alloh yo'liga to'la bag'ishla va hargiz yuksak martaba, oliy daraja maqomotlarga talabgor bo'lma. Faqiru boylikda ahvolingda hech qanday o'zgarish sezilmasin. Qur'oni Karim tilovati bilan toat ibodat etmoq hargiz malol kelmasin. Zarurat bo'lmasa jamoat bilan ko'p o'tiraverma, ko'p gapiraverma. O'zing yoqtirmaydigan holatga noxos duch kelganingda ko'zing yumuq bo'lsin. Hamisha tavajjuh, diqqat va iqboling muqaddas ilohiy dargohga qaratilsin. Kifoya darajadagi luqmaga qanoat qilib toat, ibodat, riyozat va zikrga mudom haris bo'l. Dunyoviy firib, nayrang, ortiqcha lazzatlarni o'zingga manzur etma. Ey orif, pok va sof e'tiqodli bo'l. Zero qora yurak, chirkin ko'ngil butun a'zoyi badanni palit, ya'ni harom qilgay. Axir Alloh taoloning bizni qabul etishi yo etmasligi ayni shu ko'ngil tufayli-ku. Ey orif, iymoni komil mo'min o'ldirki, pulu davlatdan yuz o'girsin. Rangin liboslar va nozu ne'matlar uni o'ziga maftun etmasin. Nafs balosiga aylanmasin. U bularning barchasiga zulm etib, haqorat nazari bilan qarasin. Uning nafsi sarkashlik va xursandlik etmasin. Ro'zg'or tashvishlaridan g'amgin bo'lmasin. Yaxshi kun ham, yomon kun ham uning uchun barobar mohiyat kasb etsin. Ey orif, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dunyoda musofir va yo'lovchidek bo'l deganlar. Mo'min kishi o'z xonasiga bosh suqar ekan, o'zini abadiy qabrga kirayotgandek his qilsin. Bu xonadan qaytib chiqa olamanmi yoki yo'q deb o'ylasin. Chiqqanda esa uyga qaytish men uchun yana nasib etadimi yoki yo'q deb mushohada etsin. Ey orif, mo'min banda Janobi Haqning muhabbatiga muyassar bo'lgan, oliy martabaga erishgan bo'lsa-da, Alloh taologa ibodat qilishni zarracha soqit etmasin. Hushyor bo'lki, payg'ambarlar Allohga yaqin bo'lganlari bilan zimmalaridan yaxshilikka buyurish, yomonlikdan qaytarish va boshqa ibodatlar aslo soqit qilinmadi. Balki ular o'zgalardan ko'proq mashg'ul bo'ldilar. Bular valiylikning fazilatidir. Alloh taolo o'limingga qadar Parvardigoringga ibodat qil deb buyurgan. Ey orif, iymon ne'mati va Rahmon ma'rifatini hosil etganingdan keyin alhamdulillah, bu buyuk va bezavol ne'mat shukronasiga mashg'ul bo'l. Bu ilohiy ne'matga kufroni ne'mat ko'rnamaklik qilma. Bu holdan qo'rq va hazar et. Alloh bizni bundan asrasin. Balki kufr haqiqatni yashirmoq va Allohga shirk keltirmoq sanaladi. Dalil shuki, bularning hammasi do'zaxiydir, ahli do'zaxdir. Bundaylardan uzoqroq yur va bundaylar ahvoliga tushmoqdan ehtiyot bo'l. Ey orif, soliklar tariqatining boshlanishi saodat kaliti va dinning amri, tavba tazarrudir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tavba qilgan kishi begunoh insondek deganlar. Tavbaning haqiqiy ma'nosi begonalikdan oshnolikka, Allohdan uzoqlikdan Allohga yaqinlashmoqdir. Chunonchi tavba islom dinining tug'i. Ey orif, anglagilki kishining holi nozik, mo'min dili sof va solim, sog'lom bo'lishi lozim. Alloh taolo qiyomat kuni na mol, na farzand foyda bermas,
qay shaxsgaki Alloh taolo sog'lom qalb bergan bo'lsa, o'shaning foydasi tegadi degan. Shuningdek, oriflarga sidqlari, Allohga bo'lgan sadoqatlari manfaat beradi degan. Inson xulqi, tabiati va hol ahvolidagi barcha narsa Alloh taolo tomonidan berilgan, lekin kasb, hunar maqomiga erishmoq uchun tolib bo'lmoq zarur. Shu toliblik jarayonida sa'y-harakat va tavajjuh, ko'plab riyozat chekish va jiddu jahd ila yomon illatlarni yo'qotish oqibatida pokizalik va nek, ya'ni yaxshi fazilatli xislatlar hosil bo'ladi. Darajama-daraja taraqqiy etib, kamolot martabasi va sharafu visolga erishadi. Ammo bu o'rinda solik uchun birlamchi vajd, zavq, shavq, hayajon lozimki, u kashfning muqaddimasi. Kashf ma'rifatning, ma'rifat mushohadaning muqaddimasidir. Shundan so'nggina unga g'ayb ehsoni muyassar bo'ladi. Solik ko'z o'ngidan pardalar ko'tarilgan zahoti uning mushohadasi tiniq ko'zguga aylanadi. Ey orif, ulqushki bo'ynida og'ir dunyoviy yuk osilgan ekan, ko'kka qanday parvoz aylasin. Solik kim bu dunyoga dilbandligi bisyor bo'lsin. Ilohiy parvoz qilolmas, talab vodiysiga qadam qo'yolmas. Ey orif, ilm va ma'rifatini puldor, dunyoparast va badavlat odamlar oldiga dasturxon, bozor balki xor aylagan kishi orif emas. Agar xalq orif nuri tajallisini ko'rsa, kuyadi. Agar xalq orif nuri tajallisini ko'rsa, kuyadi. Orif vujud Xudo nurini ko'rsa, kuyadi. Orif haqdan haqqa, olim dalil isbotdan haqqa bormasa, vajd, zavq, shavq, hayajon bu ikki holga muhtoj emas. Ey orif, shaytoni layin har sahar orif kishiga vahimali savol qilib, bugun nimani tanovul qilasan deydi. Orif o'limni deb javob qaytaradi. Shayton libosing yo'q, nimani kiyasan deydi. Orif kafanni deb javob qaytaradi. Shayton bu holda qayerga borasan deydi. Orif go'rga deb javob qaytaradi. Ey orif, kalomi majid va hadisi nabaviydan keyin mashoyixlarning kalomini tingla. Chunki ular qalbga tavfiq va Alloh g'azabidan qo'rquv hissini uyg'otadi. Shuningdek, Alloh taolo dushmanlaridan nafrat etmoqqa va Alloh rizosiga erishtiradigan ishlar bilan bog'lanmoqqa sabab bo'ladi. Mashoyixlar kalomi ushbudir. Modomiki kambag'allikdan qo'rqsang, bas munofiqsan. Kimki darvishlar suhbatini tark aylab, boy badavlat dunyolar anjumanini ixtiyor qilsa, Alloh taolo uning qalbini o'limga mubtalo etgay. Odob pok odamlar ziynatidir. Ma'rifatning asosini Alloh taologa bo'lgan sidq u e'tiqod ma'rifati tashkil qiladi. Bandaning Parvardigori visoliga yetishmog'ining avvali hijrondir. Avliyolik alomati 3 ta. Birinchisi, baland darajani egallagan taqdirda ham kamtar, tavozeli bo'lmoq. Ikkinchisi, qudrati, sabru toqati yetgunicha parhezkorlik qilmoq. Uchinchisi, to kuchi yetguncha insof qilmoq. Murid dunyo talabiga ko'proq mayl bildirsa, bu uning ortga qaytishi va tubanlashmog'i nishonasidir. Birovni haddan tashqari ko'p madh qilmoq majusiylik isboti va bu ish Alloh taoloni inkor etmoq bilan barobardir.
Xabarda kelishicha, mardumning halokati shuki, uning tana a'zolari nafl namozlari tayin etilgan farz va amallarga qalb amrisiz mashg'ul bo'ladi. Allohning do'stini do'st, dushmanini dushman biluvchi kishi validir. Ma'rifatning chegarasi nafsdan xoli bo'lmoq. Buning tadbiri, usuli halol narsalardangina bahramand bo'lmoqni odat qilmoq. Tavhidning ma'nosi qalbingda Allohdan boshqa zot uchun joy yo'q. Ochlik, zohidlar, zikr oriflar taomi. Kimki Alloh taolodan boshqa zotni aziz etib, izzat qilsa, batahqiq shu izzati uni xor etadi. Takabbur gunohga itoat etuvchi shaxs, uning toati gunohdan ko'ra battarroq va o'ziga gunohidan ko'ra zararliroqdir. Alloh taolo tomon yuz tutgan shaxsning alomati shuki, u yo'ldan chalg'ituvchi ishlar bilan mashg'ul bo'lmaydi. Alloh uni behuda ishlar bilan mashg'ul bo'lishdan saqlaydi. Dunyoga vujuding bilan, oxiratga qalbing bilan boq. Ma'rifat qalbning Alloh taologa yagonaligini tasdiq etmog'idir. Qaysi odam istig'for aytib tag'in gunohga qo'l ursa, Alloh taolo bundaylarning tavbasini harom qiladi va ular tomonga hargiz nazar tashlamaydi. Yomon odamlarning turgan joyi zindon torligidan boshqa narsa emas. Kimki qilayotgan amalini zohir, ya'ni namoyon etgay, munofiq, riyokor, ikkiyuzlamachidir. Kimki o'z holini zohir etgay, u riyokor, osiy banda riyokordan ko'ra yaxshiroqdir. Har kim o'z ixtiyori bilan karomat zohir etsa, u riyokordir. Kimki uning ixtiyorisiz karomat berilsa, u validir. Dunyo seni Allohdan to'suvchi parda. Goho sukunatning ta'siri kalomdan ustuvor. Kimga nafsi karomat hiyla etgay, uning diniga zarar yetkay. Qo'rquv faqat Alloh taolodan bo'lmog'i lozim. Ey insonlar! Insonlar fitnasidan ogoh bo'ling. Zohid va komil shayx fatvolarga amal qiladi. Aks holda u vasvos yoxud jinnidir. Alloh muhabbatiga yetishgan kishining haddi shuki, Allohning unga bergani-yu bermagani g'am shodlikda bir xilda bo'lgay. Dinning asli xilm, xilmning asli sabr. Abu Yazid Bastomiy jonini haqqa taslim qilayotgan paytda yig'lab shunday deganlar: 3 xatarning orasida qolganman. Birinchisi, gunohlar orasidaman. Alloh ularni mag'firat qiladimi yoki yo'qmi bilmayman. Ikkinchisi, toatlar orasida qolganman. Alloh ularni qabul qiladimi yoki yo'qmi bilmayman. Uchinchisi, shunday bir shohning, Xudoning sharaf g'urbatida qoldim. O'ziga chorlaydimi yo haydab quvib soladimi bilmayman. Robiya Adaviyya Hasan Basriyni asrdoshi edilar. U zot Hasan Basriyga 3 narsani jo'natdilar. Bular mum, ya'ni sham, igna va soch tolasi edi. Ahli hikmat bu voqeani quyidagicha sharhlaganlar: mum kabi muloyim bo'l va o'zing yonib bo'lsa-da olamni munavvar ayla. Igna kabi o'zing yalang'och qolib bo'lsa-da o'zgalarni kiyintir va birovlariga payvand et. Alloh taologa olib boruvchi yo'l xuddi soch tolasidek nozik va ingichkaki, toyib yiqilishdan hushyor bo'l. Orif Uldurkim Allohdan har bir tilab oluvchi nafasida qalbini yaratuvchisiga tamoman bag'ishlasin.
bu hol to so'nggi nafasigacha davom etsin va uning bu siri xalqdan pinhon qolsin. Ma'rifatning samarasi Alloh taolo tomon yuz tutmoqdir. Sizga Alloh taolo qay bandadan rozi bo'lishini aytaymi? U shunday kishiki, mehnatiga va mehnatdan kelgan ne'matga shukrona qilgay. Solik uyga kirganda G'affor Allohning san'atini, tashqariga chiqqanda esa Jabbor Allohning san'atini ko'rsin, ya'ni ibrat olsin. Alloh taolo san'atini tamoshasi ila mashg'ul bo'lmoq g'oyat go'zal mutolaadir. San'atkor Allohni ko'rmoq bo'lsang, uning ijodini mushohada et. Men sizlarning parvardigoringizman degan Parvardigorga maqtov bo'lsin. Hech bir ayolning yoqasidan bosh chiqmagay, ya'ni ayollarning so'ziga ko'pam kiraverma. Robiya Adaviya qattiq bemor bo'lganida Hasan Basriy, Molik ibn Dinor hamda Shaqiq Balxiylar uni ko'rmoqqa borib, bemorligi sababini so'rashdi. Robiya Adaviya, men jannatga qaradim, Parvardigorim shu bois menga nazar etmadi. Bu bemorligim do'st Allohning itobidandir, deb javob berdi. Hasan Basriy, Parvardigori sinaganda sabr etmagan banda o'z davosiga sodiq emas, dedi. Robiya, so'zingdan manmanlik hidi kelmoqda, dedi. Shaqiq Balxiy, Mavlosi Alloh sinaganda shukr etmagan banda o'z davosiga sodiq emas, dedi. Robiya, sendan manmanlik hidi battarroq kelmoqda, dedi. Molik ibn Dinor, Mavlosi sinaganda lazzat olmagan banda o'z davosiga sodiq emas, dedi. Robiya, bundan-da ortiqroq manmanlik bormi, dedi. Ular, unda o'zing aytchi, deyishdi. Robiya shunday dedi. O'z davosiga sodiq emas ul kishi kim? Mavlosi sinaganda azbaroyi uning mushohadasidan sinaganini sezmasin. Dard alamini tamoman unutgan banda o'z davosiga sodiq emas. Tilim maxluqligim mushohadasidan zaxm topmadi. Holbuki maxluq Xoliq mushohadasida shu sifat bilan yo'l tutsa, begonalardan Allohdan uzoq kishilardan bo'lmagay. Har neki menga shu dunyoda qismat etgan bo'lsang, o'z dushmanlaringga ber va har neki uqbo oxiratda men uchun qismat etgan bo'lsang, do'stlaringga ber. Zero men uchun bu dunyoda ham faqat o'zing keraksan. Xudovando, agar senga qo'rqqanim uchun sig'insam, meni do'zaxingda kuydir. Va agar jannatning umidida sig'insam, jannatni menga harom et. Agar didoring umidida bo'lsam, jamolingni mendan darig' tutma, Parvardigorim. Yo Rab, Yo Rab, dilimni namozga hozir ayla va dil torimni o'zingga sozla. Naql qilishlaricha, Robiyaning dunyodan rihlat etish vaqti yetganida buzruk mashoyixlar tevaragida hozir edilar. Robiya o'rningizdan turib, Allohni elchilariga joy bo'shatinglar, dedi. Ular tashqariga chiqdi va eshik qiya ochiq qoldi. Ichkaridan, ey xotirjam nafs, ruh, jon xotirjam nafs bu mo'min itoatkor nafsdir. Qaytkil Robbingga. Alloh sen uchun tayyorlab qo'ygan ne'matlardan rozi bo'lgan holingda va sendan Alloh bu dunyoda qilgan ibodat va toatlaringdan rozi bo'lgan holda, degan ovoz eshitildi.
Bir oz fursat o'tgach eshikni ochib ko'rsalar, Robiya jonini jononiga topshirib, yuzini tuproqqa o'giribdi. Uni tuproqqa topshirganlaridan so'ng kechasi tushlarida ko'rib, ey Robiya, holingni bayon et. Munkar va nakir savol javobi qanday kechdi deb so'rashdi. Robiya shunday javob berdi. Farishtalar qabrga kirib, mendan Robbing kim deb so'radilar. Men, ortingizga qayting va Allohga aytingki, uning minglab erkak bandalari bo'la turib, menday bir notavon zaifani faromush etmadi. Meni undan boshqa kishim yo'q. Uni qanday faromush qilay? Yana birovni yuborib, Robbing kim deb so'ratmoqqa hojat bormi dedim. Ey Orif! Ey Orif! Bani odam tabiatiga xos ajoyibotlardan biri shuki, rizq ro'z topmoq masalasida behuda yilib yugurgay. Vaholanki, Haq subhanahu va taolo o'zi aytib qo'yibdi. Ro'yi zaminda hech bir hayvon yo'qki, Alloh taolo unga rizq bermagan bo'lsa. Alloh taolo rizqni bermoqqa kafil bo'lgan, lekin odamzod o'zini mashaqqatlarga soladi. Biroq oxirat darajasini topmoq uchun sa'y-harakat qilmaydi, balki amalsiz oxirat xarobdir. Ey Orif! Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ushbu sahih hadislarini tinglagil. Bu dunyoda qancha fursat turishingga qarab ish tut, toki ortiqcha amallar bilan umringni behuda o'tkazma. Oxiratda qancha muddat turishingga, Allohga ne miqdorda muhtojligingga va yana jahannam oloviga ne chog'lik toqat qila olishingga qarab ish tut. Ey Orif! Bandalik 3 tur. Avvali oliy shariat farmoyishlarini qattiq tutmoq. Ikkinchisi Xudoning qazosiga rozi bo'lmoq. Uchinchisi o'z ixtiyori va xohishidan kechib, Haq subhanahu va taolo xohishi, irodasidan xursand bo'lmoq. Ey Orif! Murshid, pir o'ldirki, xalqni dunyodan uxroga, ya'ni oxiratga, ma'siyat, ya'ni gunohdan toatga, hirsdan zuhdga, baxillikdan saxovatga, kibrdan tavoziga, g'aflatdan ogohlikka, g'ururdan parhezkorlikka chorlagay. Oxiratni do'sti va dunyoviy zebu ziynatni dushmaningga aylantirsin. Alloh taoloning mag'firat etaman deb bergan va'dasiga mag'rur bo'lmasin. Alloh taolo g'azabidan qo'rqish ilmini o'rgatsin. Ey Orif! Fuzayl ibn Iyos kunlardan bir kuni farzandi Ali ibn Fuzaylni bag'riga bosib erkalab turganda, bolasi, ey padarim, meni yaxshi ko'rasizmi deb so'radi. Fuzayl albatta yaxshi ko'raman dedi. O'g'li, Allohni-chi deb so'radi. Allohni ham deb javob berdi. O'g'li, otajon, nechta yuragingiz bor deb so'radi. Fuzayl, bitta yuragim bor dedi. O'g'li, bir yurak o'ziga 2 muhabbatni qanday sig'dirsin? Bir idishda suv va otashni saqlab bo'ladimi dedi. Fuzayl rahmatullohi alayh bildiki, bu sado kalom g'aybdan zohir bo'ldi va Haq taoloning g'ayratidandir. Farzandini bag'ridan uzib yerga qo'ydi. O'g'li tuproqqa yuztuban tushib, yuz ko'zini yerga urgancha jonini jononiga topshirdi. Ey Orif! Mardlar Alloh taoloning muhabbati darajasiga shu vaqtda erishgan bo'ladilarki, Haq taolo man etgan va bergan narsasiga bir xil munosabatda bo'ladilar. Ey Orif! Sufyoni Savriy rahmatullohi alayh bir kecha faqil yoniga bordi. U oyat, axbor va osorlardan gapirdi. Pirovardida
Sufyon bu kecha naqadar fayzli va muborak bo'ldi dedi. Faqil bu kecha va bu suhbat naqadar bemaza bo'ldi dedi. Sufyon nega bunday deyapsan deb so'radi. Faqil zero sen bu kecha faqat menga manzur bo'ladigan bir fikr aytmoqqa va men ham sening dilingni xushnud etuvchi so'z demoq bilan mashg'ul bo'ldik. Vaholanki har ikkimiz ham Alloh taolo zikridan mosuvo bo'ldik. Binobarin ham suhbatdan ham uzlatdan mahrum bo'ldik deb javob berdi. Ey Orif, ogoh bo'l. Faqil dedi. Shunday bir joyda bo'lginki seni hech kim tanimasin va sen ham hech kimni tanimagin. Yana dedi. Koshki edi odamlar meni o'z ixtiyorimga qo'yib menga salom bermasalar va bemor bo'lsam ko'rishga kelmasalar. Kechqurun bo'laversa u shodlanib ketar. Endi menga xilvat nasib etar va Haq taolo bilan suhbat bo'ladi der va tong otganda xalq endi kelib mendan ahvol so'ragay va bisyor tashvish bergay deb g'amgin bo'lardi. Va yana shunday derdi. Kimki xalq bilan uns, yaqin hamsuhbat bo'lsa, hargiz xavf xatardan salomat qolmas. Dunyoviy muhabbat barcha kulfat va yomonliklar kaliti, barcha yaxshiliklar kaliti tarki dunyo qilmakdir. Bas, shunday mardlar borki, hojatxonaga kirarlar va u yerdan pok bo'lib chiqarlar. Shunday kishilar ham borki, Ka'baga boradilar va u yerdan harom bo'lib, palit bo'lib qaytadilar. Ikki narsa qalbni fosid, iflos qiladi. Ko'p yemoq va ko'p uxlamoq. Ey Orif, Abu Turob Naqshabiy Boyazid Bastomiyning shogirdi aytadi. Qorong'u tunda bir sahrodan o'tar edim. Banogoh otliq bir kishi paydo bo'ldi. Qo'rqib ketdim va sen devmi yo pari deb so'radim. Otliq o'zingchi musulmonmi yo kofir deb savolga tutdi. Musulmonman dedim. U shunday dedi. Musulmon Alloh taolodan boshqa zotdan qo'rqmaydi-ku. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh taolodan qo'rqqan kishidan hamma narsa qo'rqadi deganlar. Uning gapini eshitib tanamni xavf butunlay tark etdi va bildimki u Haq subhanahu va taolo tarafidan yuborilgan kishi ekan. Ey Orif, Yahyo Roziyning bir birodari bor edi. U Makkaga ketdi va o'sha yerda muqim bo'ldi. Bir zamon Yahyoga shunday maktub yo'lladi. Menda 3 armon bor edi. Uning ikkitasiga erishdim. Biri umrim oxirida shunday bir manzilga yetsamki, u joy barcha yerga nisbatan muqaddas va fazilatli bo'lsin. Ikkinchisi, bir xodima xizmatkor topayki, hamisha menga sadoqat bilan xizmat etsin. Inshaalloh bular menga muyassar bo'ldi. Uchinchisi, o'limimdan oldin sening diydoringni ko'rib ko'nglim taskin topsa. Lekin hanuz ushbu uchinchi murodim ushalmay turibdi. Yahyo birodari maktubiga javob yozdi. Sening har uchala orzuing ham haqdan yiroq bo'lganlar orzusidir. Xatingda fazilatli zamindaman debsan. Sen fazilatli odamlar qatoriga qo'shilmoqqa harakat qil. Zero fazilatli mardlar har joyni aziz etar. Hech joy mardni fazilatli qilmas. Eslagil, ancha muddat hattoki muhtaram haram, Ka'ba atrofi va butparast va mushriklar yashar edi. Lekin ularga bu makonni sharafdan biron foyda tegdimi? Ya'ni ular fazilatli ham bo'lmadilar, iymonga ham kirmadilar.
menga bir sadoqatli xodimani Xudo berdi deb xushnud bo'lib o'tiribsan. Agar sen mard bo'lganingda edi, hargiz birovning xizmatini orzu ham qabul ham qilmas eding. Zero mahdumlik haq sifati, xodimlik esa banda sifatidir. Binobarin bu orzuing ham botil. Bu Firavn shevasi va tabiatiga xos. Meni ko'rmoq orzuingga kelsak, agar yuragingda Haq taoloning muhabbati joy olgan bo'lsa, o'zga kishi uchun u yerda joy yo'q. Agar Alloh taolo muhabbatini topgan bo'lsang, unda men ortiqchaman. Agar topmagan bo'lsang, unda mendan foyda yo'q. Ey orif, odam o'lganidan keyin uning qo'l oyog'ini avval rostlab, so'ng bog'laydilar. Undan keyin esa jag'ini tang'ib qo'yadilar. Buning hikmati shuki, ey bechora banda, dunyo uchun ko'p yugurding, yilding, endi orom ol. Ne dunyoviy narsalarni olding, endi ularning joyiga qo'y. Bu og'zing bilan nimalarni gapirib, nimalar demading, endi qiyomatgacha xomush bo'l. Ey orif, Shaqiq Balxiyning Omina nomli qizi bor edi. U otasiga, otajon, meni Omina deb chaqirmang. Amin. Ul kishi kim? Haq subhanahu va taolo g'azabidan emin, bexavf, bexatar qutulgan, tinch, omon bo'lgay. Men xavf xatardan xoli ekanimni bilolmadim. Balki 4 xavf xatar orasida qolganman. Birinchisi o'lim xavfi. Alloh taolo har bir jon, har bir nafs o'lim sharbatini totuvchidir degan. Ya'ni biror ruh, jon bu sharbatdan ichmasdan iloji yo'q. Ikkinchisi gunoh xavfi. Haq taolo har jon, har tan neki aylar, xoh yomon, xoh yaxshi, xoh foyda va xoh zarar bo'lsin, o'sha ishi miqdorida garovdadir degan. Ya'ni bularning har biri uchun xos jazo yoxud mukofot oladi. Uchinchisi dushman xavfi. Alloh taolo batahqiq shayton sizlar uchun ochiq oydin dushman degan. To'rtinchisi ishning oxiridagi xavf. U qanday yakunlanishini bilmasman. Ya'ni oxir oqibatim nima bilan tugashini bilmayman. Ey otajon, siz ham oxir oqibatingiz nima bo'lishini bilmaysiz, deb jonini Haq taologa topshirdi. Ey orif, meni jon qulog'ing bilan tingla. Pandu nasihatlarni qalbingga naqsh et. Dinu dunyo shayxi Hazrati Xo'ja Abdulxoliq G'ijduvoniy Haramayni Sharifayn, ya'ni Makka va Madinani ziyoratini niyat qildilar. Bu qusurli banda soliklar oyog'ining tuprog'ini, ya'ni kaminani G'ijduvondagi xonaqohda o'z o'rinlarida qoldirib, ishni davom ettirishni ishora etdilar. O'zlari esa Buxorodan safarga chiqib ketdilar. O'sha asrda Oysha ismli bir majnuna ayol bor edi. Oysha doimo yuzini yopmay, bosh yalang yurardi. Unga harchand satri avrat lozim, ya'ni yuz boshingni nomahramlardan berkit desalar ham u buni qabul qilmas va bugun bu diyorda mard qani, men undan o'zimni olib qochib yuz boshimni berkitsam derdi. Kunlardan bir kuni bir nonvoy tong saharda tandirga o'tin qalab turar edi. Endi non yopish fursati kelganda banogoh Oysha hovliqib kelib qoldi va parvona o'zini olovga urgan kabi lov yonib turgan o't ichiga o'zini urdi. Ya'ni tandir ichiga kirib nonvoyga xitob qilib, tandiringni og'zini yop, axir Alloh taolo mardlardan biri Buxoroga kelayotir. Menga satri avrat keltir, dedi hovliqib.
Nonvoy sarosimada qoldi. So'ng bu holdan taajjubga tushdi. Oysha, menga kiyim-bosh keltir, toki yopinib uning istiqboliga chiqay dedi. Nonvoy shoshilinch uyiga jo'nadi va zudlik bilan kiyim-kechak keltirdi. Oysha ularni kiyib tashqari chiqdi. Nonvoy ko'rdiki, olov uning hatto bir mo'yiga ham ziyon keltirmabdi. Nonvoy Oyshaning karomatini ko'rib, uning oyog'i ostiga o'zini otdi va haqiqiy sirdan voqif et deb iltijo qildi. Oysha 3 yildan beri xaloyiq murshidi, zohiri botiniga muvofiq shayx Mavlono Abdulxoliq G'ijduvoniy muborak haj ziyoratida edilar. Bugun tongdanoq Hazrat Jayhun daryosidan o'tib Buxoro tomon yuz tutdilar. Shu bois menga yuz boshimni berkitmoq zarurati bo'ldi. Endi istaymanki, u zoti babarakot mulozamatida bo'lay. Agar xohlasang seni ham boshlab boray dedi. Nonvoyga tavfiq rafiq bo'ldi. Oyshaning sharofati bilan tariqat ahlining raisi, haqiqat asrorining madani, ya'ni Hazrat Xo'ja suhbatlari sharafiga yetishdi. Xo'ja rahmatulloh alayh o'rinlaridan turib Oyshaga izzat ikrom ko'rsatdi. Nonvoy ham pirga irodat etdi. Tavajjuh va yurak sabog'i qalb zikrini topdi. Natijada haq yo'lidagi soliklar jumlasidan bo'ldi. Ey Orif, Hazrati Xo'ja, ya'ni Abdulxoliq G'ijduvoniy aytadilar: kimki 3 narsani do'st tutsa, uning joyi do'zax bo'lgay. Birinchisi, laziz taomlarni yemoqqa harislik. Ikkinchisi, nafis liboslarni kiymoqqa ruju qo'ymoq. Uchinchisi, faqir kambag'allar suhbatini pisand etmay, boy badavlatlar suhbatini orzu etmoq. Zero bularning har biri xoyu havas va nafs murodi bilan hosil bo'ladi. Ey Orif, bir kuni Hazrati Xo'jaga dilning farog'ati nimadan hosil bo'lur deb savol berdilar. Xo'ja: dilning farog'ati uning pokligidadir. Agar dilda dunyo molidan zarra ta'ma bo'lmasa, dil farog'atda bo'ladi deb javob berdilar. Ashura oyi edi. Jamoa Hazrati Xo'ja suhbatlarida hozir. Hazrat esa ma'rifatdan saboq berayotgan edilar. Banogoh bir mard zohid va soliklar suratida paydo bo'ldi. Egnida xirqa, kiftida sajjoda, ya'ni joynamoz. Xonaqohga kirib, bir burchakda o'tirdi va 1 soatdan keyin o'rnidan turib Hazrat Xo'jaga: Hazrat, mo'minning farosatidan saqlaninglar, chunki u Alloh nuri bilan boqadi degan hadis sirini bizga bildiring dedi. Xo'ja: bu hadisning siri shuki, zunnoringni kesasan va iymon keltirasan dedilar u. Zunnorim do'zaxdan panohim deb unamadi. Alloh bizni bundan asrasin. Xo'ja bir xodimga buyurgan edi. Xodim yigitni xirqasini yechdi. Uning beliga yashiringan zunnor namoyon bo'ldi. Shundan so'ng yigit zunnorini kesdi va iymon keltirdi. Xo'ja: ey yoronlar, bu yigit zohir zunnorini kesib iymon sharafiga musharraf bo'ldi. Biz ham botin zunnorini kesaylik va qayta iymon keltiraylik dedilar. Davradagilarda ajib bir hol paydo bo'ldi. Hammalari tavba va istig'forlarini toza aylab qaytadan iymon keltirdilar. Hoja aytdilar: islom asosi 3 narsada. Birinchisi, qanday toat ibodat qilmoqchi bo'lsangiz, avvalo uning ilmini biling. Ikkinchisi, o'rgangan ilmingizga amal qiling. Uchinchisi, nima amal qilsangiz uni sidq va ixlos bilan ado eting.
Hazrati Xo'jamizning umrlari poyoniga yetganda yonlarida edik. Bizga qarab, ey yoronlar, Haq subhanahu va taolo menga bashorat etdi va kimki bu ravshan yo'l tariqatni tutgan bo'lsa, uning gunohlarini kechdim dedi. Haq yo'ldan benasib qolmay desangiz, jiddu jahd qiling dedilar. Bir fursatdan so'ng g'aybdan, ey xotirjam nafs, Alloh sen uchun tayyorlab qo'ygan ne'matlardan rozi bo'lgan holda Robbingga qayt. Allohning yaxshi ko'rgan bandalariga qo'shilib jannatimga kirgin degan ovoz keldi. So'ng Hazrat jonini Haqqa topshirdilar. Biz marhumning sharoitlarini hozirladik. Lekin u zoti sharifning muborak lablari hamon Alloh Alloh zikrini pichirlab turardi. Janozada hozir bo'lganlar bir-birlariga ishorat qilib, bunda ne hikmat bor deb so'rar edilar. Allohim bizni, mashoyixlarimizni, barcha mo'min va mo'minalarni mag'firat ayla. Bu kitob tarixi Nur a'lo Nur kalimasidan chiqarildi. Bu kitob Nur qasabasi Buxoro nohiyasiga qarashli, ya'ni bo'lganimizda Zubdatus solikin, soliklar a'losi va mo'minlar tolibi Xo'ja Naim iltimosiga muvofiq hijriy 622, milodiy 1225 yili yozildi. Shu yerda Xo'ja Orif risolalari tamom bo'ldi. Xo'ja Muhammad Orif Revgariy vafotlari tarixini bildiruvchi qit'a ushbudir. Afsus, shud pinhon mohtobon bazeri xok. Kilkam siyah po'sh jigar resh sina chok. Tarix bahri rihlati u justamas qalam. Qutbi zamon va orifi billah zeri raqam. Mazmuna. Afsus, mohtobon tuproq ostiga pinhon bo'ldi. Qalamim qora kiyindi, jigarim tilindi, sinam chok bo'ldi. Uning marhum bo'lgan yili qutbi zamon va orifi billah zeri raqamdan chiqadi. Bu 634 hijriy yilga to'g'ri keladi. Alhamdulillah. Xo'ja Muhammad Orif Revgariyning muborak nusxalari haqir va faqir banda Sher Muhammad Naqshbandiy Mujaddidi dastxati bilan Zulhijja oyini 9-kunida yozildi. Tariqi rahmati Yazdon kasibot ki kotib ro ba alhamdulillah kunadiyot. Mazmuna. Kotibni alhamdulillah ila yod etgan kishiga Alloh taoloning rahmati bo'lsin.